Men Qurbonov Ravshan, Tojikistonda Xo'jand shahridan. Milliy tibbiyot markaziga ikkinchi marta kelyapman operatsiyaga. Iyun oyidan beri uyqu yo'q edi, og'riq yomon edi. Asosan chap oyog'imda. Hada doktorlar hech nima qilmadi. Oyog'imni kesamiz deyishdi. Muzaffarni telefon bilan qandaydir o'g'ilcham topib olib kelinglar deb olib keldi shu yerga. O'tgan yili 1-noyabrda operatsiya qilishdi. Ancha yaxshi. Mana hozir ikkinchi stadiya. Shuni trening qildik. Mana o'g'ilchamdan temir nimasini, venasini olib menga qo'yishdi. Endi hozir xudo xolasa o'ng oyog'imga yakshanba kuni stent qo'yishadi. Hozir hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Sharoiti yaxshi, hamma nimasi bor, udobstvasi. Doktorlar hammasi yashasin, shu kasbiga baraka bersin hammasini. Mana shu Muzaffarjon, Karamatullo, hamma doktorlarga rahmat. Bunaqa doktorlar yashasin, qo'llari og'rimasin. Men misolda aqab borsam, Xudo xolasa shunaqa kasallik ko'rsam, sразу shu yerga jo'nataman. Atkalishini olmanglar deyman, shu yerga tikka boringlar deyman. Shu yerda davolanib kelasizlar deb yuboraman shu yerga. Rahmat hammalariga.